Bunaqasini 100% garantija beraman, hech qayerdan topa olmaysizlar. Buni bahaybatligini qaranglar. Alienware 18 ko'pchilik so'ragan modeldan klaviaturalarni qaranglar. 12 xil RGB yonadi, hattoki bu knopkalarni ham orqasiga qo'shib RGB o'zgarib turadi. Ponni metal korpus bilan jihozlangan. 18 dyuymli QHD 208 ga 165 Hz 100% sRGB displey bilan jihozlangan. Notebookimiz tinimsiz ishlagan vaqti 15 kun ekan, shu yerga ahamiyat berib qo'yasizlar. Protsessoriga keladigan bo'lsak, endi Ryzen 7 ni 7000 seriyasi HX da 8 ta 16 ta patok. Bu prosessor Intel Core i7 13-avlod bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Operatorning xotirasi DDR5 16 GB li, doimiy xotirasi 1 TB li NVMe SSD. Notebookda AMD Radeon встроенный video karta, qo'shimcha video kartasi RTX 4068 GB li video karta bilan jihozlangan. Notebookimiz narxini sizlar uchun $879 qilib beramiz. Nasl savdo orqali har qilsanglar bo'ladi. Bu videoda notebook olmoqchi bo'lganlar borib qo'yamiz. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi.